Yaxshilab, dadam bilan gaplashyapman. Men malak olaver videoga. Mana. Mana, ko'rdinglarmi? Videoga olish turganibdi. Sharmanda. Mana. Ko'rib qo'y tarbiyasini yurgan ekansan-da pul to'ldim deb. Ha, sho'ring sening, sho'ring. Jim jalay, jim. Hozir dadasini kelgan o'zini aytamiz. Mana kelinim kim? Biz ovqat yeb o'tirsak mana shunaqa qildi. Mana ko'ringlar. Mana kelinning oqibati. Mana. Ko'rdinglarmi? Hozir dadasi bilan gaplashdim. Dadasi olib kelib tasha qizimni deyapti. Lekin kelinim bormayman deb o'tirdi. Dadam uyiga kirgizmaydi deb o'tiribdi. Mana. Ana ham oshim deyapti, ham boshim deyapti. Ko'rdinglarmi? Ha, Xudo shunaqa kelindan saqlasin. Xudoya u dunyoda javob berishini o'ylasin. Bu dunyo qiziq dunyo deyapti hozir. Yeganini bilib, ichganini bilib. Yig'ishtirma. Hozir otasi kelaman deydi. Keladi hozir otasi. Ko'rsin bolasining haqlarini. Hozir Hamza aliga xazina mahallasiga dedilar ku erkakman dedilar. Erkakman, boqaman dedi-ku. Bularniki ko'rmagan shekilli erkak bilan ayolning farqiga bormaydi shekilli. Faqat erkakmi deydi. Ularning xotinlari erkak farqiga bormasa kerakdir-da. Olaver, burning oqib og'zimga tushib ketmasin, ehtiyot bo'l. Burning oqib ketmasin. Allah. Jonim dilim mening. Asal qizim qani. Shirin nanay nay 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 nanay nay nay nanay nay 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 nanay nay nay